Mümin haqning vakili, haqiqatning da'vatchisidir. Ulug' Rabbimiz Qur'oni Karimda mundaq deydi: Ey vahiy nazil bo'lgan chaqda chumkini vag'ich payg'ambar, tur. İnsanlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la. Muddassir surasi 1, 2, 3 oyatlar. Mekkada islomning tunji kunlarida tushgan bu oyatlar payg'ambar alayhissalomni o'rnidan turishga, mas'uliyatini ustiga elishga va tavhid dinini insonlarga tushuntirishga chaqirdi. Payg'ambarimiz sharaf bilan ustiga olgan va ummatiga meros qoldirgan bu muqaddas vazifaning ismi tabliğdir. Aziz musulmonlar, Janobi Haq Sura Ali İmranning 104-oyatida sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoat bo'lsin. Ana shular maqsadga erishguchilardir deb bayon qilib, tabliğning oqilonalik va sagaklik talab qildig'ini bildirdi. Undaqda haqiqatga chaqirganda chiroyli uslubda, sabrlik va adablik pozitsiyada qat'iy bo'lishimiz lozim. Har birimizning ustida tabliğ qilish vazifasi bo'lganidek, tamsil qilish vazifamiz bor. Alloh taolo oyatida zikr qilgan bu buyruqlarni o'rindash, oldi bilan o'z hayotimizda islomning chek-chegaralariga bo'ysunish, tili bilan dilini o'xshash tutish har bir mu'minning vazifasidir. Bu haqda Rabbimizning ogohlantirishi nihoyatda aniq. Ey iymon etgan mu'minlar, nimishqa sizlar qilmaydigan ishlarni davron solasizlar? Qilmaydigan ishlarni so'zlab yurishinglar Allohning dargohida intayin qabih ishdir. Aziz qarindoshlarim, Rabbimiz yana shundoq deydi: Kimmo Alloh tarafga da'vat qilgan, solih amallarni qilgan va shubhasizki men musulmonlarning qatoridan deydigan odamdan mubakrak go'zal so'zlayarsin. Bundaq bir maqtashga nail bo'lish uchun atrofdagi kishilarga islom dinimizning tavranmas haqiqatlarini tushuntiraylik va uningga loyiq bo'lib yashaylik. Osonlashtiringlar, qiyinlashtirib etmanglar, xush bishorat beringlar, qo'rqitib qochirib etmanglar degan payg'ambarimizning da'vat uslubidan o'lga olaylik. Yaxshi niyat bilan yaxshi ish qilamiz deb turib, o'zimizmi bilmasdan fitna fasodlarga chaqiriq qilmaylik va hushyor bo'laylik. Xutbaning oxirida tunugin kirgan Hijriya 1442-yilning aziz millatimiz va barcha insonlarga tinchlik va barakat elib kelishini Rabbimdan tilayman. Buning bilan birga hushyor bo'lishimizni taqozo qiladigan yana bir masalaga diqqat tortmoqchiman. Tarqalayotgan vahshiy Xitoy virusidan ham o'zimizni, ham atrofdagilarni qo'g'dab qilish uchun mu'minga yarashadigan ish-harakatlarda bo'laylik. Tadbirlarga rioya qilish masalasida astoydilligimiz va jiddiy qarashimiz bilan atrofdagilarga o'lgu bo'laylik. Rioya qilmaganlarni ko'rganimizda chiroyli shaklda ogohlantiraylik. Hammamiz birlashganda yengalaydigan bu kasal oramizda tarqalib yursa-mu, parvosizlarcha yurishning Allohning huzurida vabal, jamiyatda kishi haqqi ekanligini hargiz esimizdan chiqarmaylik.